Hi everyone, welcome to High Language Training Center, new concept English video classroom. And today we will learn lesson 49 at the butchers. Sağdaşlar yaxşımısızlar? Bugün şu 49 dersininki dersini öğrenmekçi. Bu dersimizde meğerse anla at the butchers. Göç dükkanında. Yaki ne meğerse anla kasapxanada. Kasapxanada. First of all, let me ask some couple of questions. So, look at the picture on the screen. So, where is she? Where is she? Where is she? Alright. In the park, right? And she is in the park. Alright. So, where is she? Okay, where is she? You know, she is under the tree. Under the tree. So, where is she? Look, you know, she is, you know, maybe at the coffee, right? At the coffee. Or you can say at the cafe. Okay. At the cafe, at the coffee. Or where is she? Where is she? Nerede sağlaşla? Bu anda nerede kendisi anla? She is at the supermarket. Okay, I'm at a supermarket. Çekinimizde. Talla basırı. Super derciden taşkırı. Market basa. Derciden taşkırı. Basa. Demek emden emerse anla. Talla basırı. Supermarket. So where is she? You know, she's in the kitchen. And bu ayal nereden? In the kitchen. Aşkhanada. Right? Well, what about? Where is she? Where is she? You know, she's in the sofa. She's in the sofa. So, today we will learn, you know, some, text, especially, you know, at the butchers. At the beginning, again, so where is she now? She is at the butchers. And bu ayal nerede at the butchers. And 49 ders at the butchers. And butchers da göç dükkanında, kasapxanda bu adam nime? Butcher. And müşereke butcher degenimiz nime? Kasap degen gapçı. Butcher degenimiz kasap degen gap. Xoş, avalansa bu bugünkü dersimizde köp uçuraydigan yeni sözlerni bir öğrenip çıkaylı. New words. You know, first one is, what can you buy at the butchers? You know, first question, what can you buy at the butchers? And that goes to for example, maybe you can buy meat. Okay. Elbette göç dükkanında meat, göç satın alırız. Ama bu göçte kanda göç değiş gerek. Mesela qaysı xillik göç? Mesela chicken. Good. Ara chicken degenimiz nima? Mesela toxu göçü. Toxu göçü. Okay. Also, we can buy lamb, right? Okay. We can buy lamb. You know, also we can buy beef. Okay. And sağdaşta müşereke qarab baqayla müşereke deməli sana chicken deganimiz nima? Toxu göçü. Chicken toxu göçü. And lamb. Lamb deganimiz ham da paqlan. Şuna paqlan. And the paqlan and the müşerek deməli sana nindeyilleri sana qo'y go'shini arada lamb deymiz. Onindiki ma lambni keyindiki ma b talaffuz qilinmaydi. Biz masalan bu b'ga o'xshash keyindiki b talaffuz qilinmaydigan so'zlarni ilgari nima climb degan so'zni o'rgandik. Shunami? Buni climb demaymiz. Shunami? Talaffuz qilish mutazza b qulaysiz. Shunami? So'ng keyindiki shu b kelsa qana qilinmaydi, talaffuz qilinmaydi. Masalan climb, okay, degandek. Oniki magoşu, mağarime beef. Okay, and the beef degenimiz hem de bu mozai'nin goşu mu diyeceğim ya. Beef degenimiz kala goşu. Beef degenimiz nime? Kalanın goşu. Bu şunu deyimiz sana beef deyimiz. Ama sel suzap okulda beef. Good. What about this? This one is lamb. Lamb. Abay degendek lamb mesela lamb. Değil mi? Lamb. Like
Men qo'y go'shtimroq bo'lsa, I like lamb. Okay? I like lamb. Men nimga amroq? Qo'y go'shtiga amroq. Endi qo'y degan nimda aytib o'tsanlar, sheep shundami? Sheep, it's a meat of young sheep. And qo'zi, young sheep. Okay. Okay, what about this? This one is steak. Okay, bu nima? Steak. Yani steak deganimiz nima? Thick, flat, piece of fish is especially meat or fish, and especially meat from a cow. Bular bu nima arzanlar? Steak degan chetaldagi intayin amroq tamoq turlaridan birisi. Endi bu nima arzanlar? Bular o'sha kala go'shti yoki beliq go'shtirdimi? Endi ko'pincha hisobdan nima arzanlar? Kala go'shti shu yalpaqlab pishirilgan. Bunday kesib, uni endi yog'da pishirdi. Pishirib qanday qilgan ekan desanlar, birdan gap. Odatda masalan kalning qo'rug'isidan, masalan kichik azroq, masalan azroq qo'yilning qo'rug' go'shti bor, shuningdek hamda pishirib qanday qilgan yog'da qo'rib chiqirgan gapchi. Bu shuni nima deymiz? Masalan steak deymiz. Steak intayin aqtib qanday desanlar, bizlik u steak deganlar ham nozig'mi? Sol yig'ilishini, buni xanuz nima deymiz? Masalan new pie. Okay, new pie deymiz. Demak bu nima ekan? Steak. Good, steak. Qo'y go'shti nima bo'ladi? Lamb. Yaxshi. Lamb deganimiz nima? Masalan qo'y go'shti. Beef degancha kala go'shti. Ana bu beefdan nima yozgan bo'ladi desanlar? Steak. Steak. Okay, what about this? Nima go'shti? Mau pach. Qiyma qilib aytgan shunami? Bu qiyma go'shti. Ana qiyma go'shti degan ingliz nima deymiz? Desanlar mince. Okay, mince. Buni mince deb qo'ysak bo'lmaydi. Chiq bolalar, mince deb talaffuz qiladi-chi. Bu mince deb talaffuz qiladi. Shu nima? Mince. Okay? Bo'ladi nima? Mince. Get. Mince deganimiz qiyma go'sht. Qiyma. Masalan, cho'choridan, juvonidan qiymasini nima deymiz? Mince. Wow, what about this? This one is chicken. Chicken bejidan tortib bakana. Bu nima? To'xu go'shti. To'xu go'shtini nima deymiz? Chicken. Jiqballar masalan to'xu go'shti bilan oshxonani aralashtirib oladi. Oshxona degan nima deymiz? Kitchen. Nima? Kitchen deganimiz nima? Oshxona. Chicken degancha. Nima? Chicken deganimiz to'xu go'shti. To'xu go'shti. All right. Wow, what is this? It's a diamond ring. Ring uzuk shunami? Diamond bo'lsa olmas. Demak hamda bu yerda bir er kishi bilan bir ayol kishi bor ekan. Demak hamda yo'ldoshi er kishi nima? Husband. Okay? Husband. Husband deganimiz eri. Yoki nima? Yo'ldoshi. Wife degancha ayoli. Ayoli. Husband yana birisi nima? Wife. Okay, husband, wife. Ayol degan gap, ayol. Husband and wife. Okay, what is the mother doing? Okay, endi bari resim qurallar. Bu apsi nima ish qilayotgan sizlarning bolalar? So, what is mother doing? She's telling a story or she's telling stories. Okay. Endi bu ishlarni qo'ldirsanlar, hikoya elib boradi. Endi bu tell deganimiz nima? Birisiga bir narsani, gapni qanday qilib bermak, aytib bermak degan gap. Demak, she is telling a story. She is telling a story. Endi bu hikoya so'zlaydigan odamni nima deymiz desanlar? Storyteller. Bu tellning keyiniga arda qo'shsak, shu ish bilan mashg'ul bo'luvchi, shu ish bilan shug'ullanuvchi deganni bildiradi. Ishtami? Masalan, drive, mashina demak, driver. Shofer degan gap bo'ldi. Ishtami? Degandek, keyiniga qo'shsak, nima shu ishni qo'yildi. Masalan, teller degan dabbagichi. Ana storyteller, hikoya so'zlikchi. Hikoya so'zlikchi. Demak, endi men yerga ma'o apsi balasiga hikoya aytib beryapti. She's telling a story. Okay. She's telling stories. Okay, wow, look. Okay, who is it? Chimobo. Tell you the truth, I'm a Superman. Sang raskapni qisam,
Men bo'lsam nima Superman Chauran darajadan tashqari adam, tushunaman? Demak, hamda truth deganimiz nima? Masalan, haqiqat, rost gap, jin gap degan gap bo'ldi. Demakchi tell you the truth, to tell you the truth. Nima kerak truth deganimiz nima? Masalan, rost gap, tushunaman? Sizga rostini desam, sizga rostini aytsam, tushunaman? I am a Superman. Men bo'lsam bir nima darajadan tashqari adam. Yana hamda truth deganimiz hamda masalan rost gap. Rost gap. Haqiqiy gap. To tell you the truth, intayin ig'iz tilida ko'p ishlaydi. Sizga rostini desam, deydi. To tell you the truth. To tell you the truth. Masalan, to tell you the truth, I don't like your new car. Hamda birasi yangi mashina sotib olganda hamda yolg'onlatib, "Voy, bek isl mashina ekan, voy, payz ekan" deb qo'yamiz bu. Hamda rostini aytsam, hamda bu yerda nima haqiqiy gapingizni qilsangiz, jin gapingizni qilsangiz nima? To tell you the truth, I don't like your new car. Demak ham men sizniki nima? Mish yangi mashinangiz bilan xo'sham yo'q deydi. Truth. Okay, good. Bu nima desanglar? To be honest. Yoki ig'iztilda qanday ifodasanglar bo'ldirsanglar, to be honest, sizga rostini desam. Men honest degan nima desanglar? Samimiy, aql degan gap. Samimiy, yolg'on gap qilmaydigan ham bo'lsa, honest. And to be honest, shunda yolg'on gap qilmaydigan, saxtpazlik qilmaydigan bir bo'lsam, demakchi, rost gapni desam, I don't like your new car. Okay. Ya, masalan, rost gap qilsam men sizning yangi shlapingizni yoqtirmayman. Nima? To be honest, I don't like your new hat. Yoki nima? I don't like, to tell you the truth, I don't like your new hat. Nima? Okay, to tell you the truth.